Hammamiz yaxshi niyatlik deb o'ylagan vaqtida har taraf o'zining haddini bilib, o'zi qila olgan ishlar bilan qilish kerak. Hamda diplomatiyada bo'lsin, siyosatda bo'lsin, o'rtalikdagi dushmanliklar natijasida bu hozir o'rtaga chiqayotgan Sharq Turkiston surgun hukumati bo'lsin, Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi bo'lsin, mushning agishayotgan yana boshqa tashkilotlarmi, jamiyatlarmi siyosatda, vatan millatga xizmat qilishda Dünya Uyg'ur qurultiyining keyinda qolib qoldi. Hisobda bular siyosatni qilolmadi. Buni e'tirof qilish kerak. Endi bu siyosatda qilinmaganlik, vatan millatga xizmat qilinmaganlik psixologiyasi bilan o besim ostida bular ma'rifatli qilmadi deb endi buni tig'ni Uyg'ur tashkilotlariga qaratib, hozir Şinjan Uyg'ur Abdunum rayoniga yangidan saylangan Erkin Tunyazlar, Mehmetcan Yusuflar bu adamlar bizning vakilimiz emas deb bir imzo to'plab Xitoyga, dunyoga e'lon qilishdi yo'q. O'zimizning 20-30 yilligimizda vatanni ozod qilish, xalqimizni qutuldirish yo'lida ko'plik bir tashkiloti bo'lgan dunyoviy qurultayga til uzatib, unda o'tirib chiqishi siyosatdan qilayotgan ishninki xatoligining bir isboti. Agar mushlar ash degandek o'zi ching turadigan, mustaqillikni ching turadigan bo'lsa, bular nima uchun mush dunyo Uyg'ur qurultayiga o'rtaq hujum qilgan odamlar o'rtaq bir yer kelib, bir partiyaning ostiga, ya bir hukumatning ostiga, ya bir tashkilotning ostiga kelib, o'rtaq lider chiqarib, bizmi ma odamni chiqardik deb o'zining haqli bo'lgan siyosatini axloq atrofida o'tirib qo'yish kerakdi. Ammo lekin bu bunda bo'lmadi. Til haqoratlar bo'lyotdi, har xil qarlashlar bo'lyotdi. Hammamiz inson. Birisidan shundoq yomon gaplarni anglasak, hammamizning dili ranjiydi. Shuning uchun bu odamlarni o'zining haddini bilib, o'zining siyosatda utirib etganligini, siyosatda muvaffaqiyat qozonmaganligini, vatan millatga xizmat qilishda sinfdan o'tamaganligini e'tirof qilib, hozir mush dunyo Uyg'ur qurultiyiga qarshi chiqqandek mushunda birlikka kelgan kuchini vatan millatga xizmat qiladigan diplomatiyik bir xizmatga aylantirsa, u vaqtida mamma vatanning mustaqillik qilgan bir parcha adimi buningki manda qilayli deb hech bo'lmasa boshqa tashkilotlar bilan diplomatik munosabat o'tkazishni o'rganish kerak. Buning uchun shunday gaplarni deyishimiz. Agar buningdan boshqa narsa bo'lsa, hammamiz ochiq, dunyoning hamma yeridagi odam ham bir-birlari qarindosh, hammamiz o'xshash tilda so'zlaymiz. Anda bo'lsa nima uchun boshqalar degandek, boshqalar qilayotgan axloqiy prinsipni oldiga qo'yib turib siyosat qilib bo'lmaymiz? Siyosatda yengilib qolsak, yo utirib etsak, yo ko'maydi yuz obro'yim tushib ketsa, shaxsiyatiga tegib tillab tushadigan gapmi? Ilmi bir haftaningiz uzun bo'lib ketdi, nurg'un til haqoratli bo'lib ketdi. Men faqat o'tirliqda qilayotgan ishining xato bo'lganligini, Xitoyning bekitib qo'ygan Uyg'ur so'zlaydigan Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonining raislarini bizning vakilimiz emas deb dunyoga e'lon qilmasdan, Uyg'ur chet elda turib vatan millatga xizmat qilish jarayonida badal to'lagan insonlarimizga til uzatib haqorat qilishi har odamning jim turadigan bir nimasi emas. Shuning uchun men bir Sharq Turkistonlik Uyg'ur bo'lganligi uchun men uni qo'g'didim. Xitoyning qarshisiga chiqib bir faoliyat qilayotgan bir tashkilot bo'lganligi uchun men bir kishilik vazifamni o'rindab, men inkos berib qo'ydim. Ular to'g'ri tushunib, diplomatiyani, xalq xizmatini texim yaxshi qilib, dunyo huquqini eshib ketsa, hammamiz qo'sh olamiz. Nima uchun uni qilmaydi? Qilanmadi. Qilanmayotdi. Qamlashtirolmagandan keyin ya istifa berib, bayroqni boshqasiga o'tkazib berib, qilalaydigan odamlarga yo'lni bo'shtish kerakdi. Undan qilmadi. Bu yerda hech kim bir-biriga til haqorat qilishga bir nimasi yo'q, sig'inib qolgan bir yer yo'q. Faqat ma'lum bir sabr qilish darajasini eshib ketgandan keyin hammamiz yosh odamlar, hammamizning yuragida o't qo'yib albatta bir-birimizning jinnini siqadigan gaplarni qilamiz. Ammo ishning to'g'risi axloq prinsip asosida siyosat olib berish kerak bu chet el turgan odamlar. Bir-birini e'tirof qilish kerak. Mustaqil davlatlarning hammasidagi siyosiy partiyalar hammasi men mush millatning vakili deb o'tirib chiqib men hukumat bo'laman deydi. Dunyo Uyg'ur qurultayimi biz dunyodagi eng chong qonunli tashkilot Uyg'urlarning vakili degan bo'lsa, senmi chiqib boshqalarmi shundaq desin? Umi o'zininki nimasini reklamini qilsin, o'zini yaxshi ko'rsatsin, siyosat bilan javob bersin. Siyosatga axloqsizlik bilan emas. U vaqtida ularning qadr qimmati bo'ladi, ular bilan dialog o'tkazadigan bo'ladi. Chet ellik bilan munosabat o'tkazish emas, uchun bo'lsa o'zining xalqi bilan munosabat yaxshi bo'lgan, o'zining siyosiy tashkilotlar bilan munosabat yaxshi bo'lgan bir siyosiy organga aylanadi. U vaqtida hozirgidek talash tortishlar bo'lmaydi.
Buni e'tirof qilish kerak endi bu yerda.